Alaykum do'stlar. Bugungi rolikda men yana o'sha Ozod degan o'rtog'im bilan birga o'ynashga harakat qildim. Do'stlar, 2 marta uni yutdim. Davay, bunga yana ko'rsatamiz. Yo'qolib qoldi-yu. Do'stlar, meni hozir yaqinda olgan tushirgandim kecha M4A1 Treasure Hunter tushirgandim. Yo'qolib qoldi. Конечно, временный bo'lgandan keyin. Mayli do'stlar. Bu skin bor-u. Voy. Shuni meni hal qilmaydi. Botga skill kerak. Beramiz. Oy. Zato 52. Buni bombalar yo'q qo'yli. Nimaga? Sekin. 100 pikta o'ldirib qo'ydim. Ikkinchisida o'zi o'lmasdim. Prosta anaqada. Har doimgidek zigl olamiz. Lekin baribir ziglga mana shu skin chiroyli bo'lsa like bosinglar. Nakleykalar bilan olganman. Oldin hamma joyi check qilish. Ozod har doim orqadan yoki krisiga o'xshab ketadi. Mana shunaqa. U menga AB ni qo'ydi-da. Hayi qo'yibdi. Do'stlar, borib tez defense qilib olishim kerak edi. Mayli. Mayli do'stlar. Qo'rqmaymiz. Do'stlar, mana bitta ideyam bor. Men oxirida comeback qilmoqchiman. Mayli, bu anaqa Ozodni yig'latib yuborishi ham mumkin. Kat. Ay, mana shu Ozodni eng yaxshi ko'rgan anaqa avtomatda M60. Mayli. Fora do'stlar, mayli. Tak ketdi. Piksellar turib ko'rma. Nice. Uni avtomatini olamiz do'stlar. Mana mashnaqada yo'q do'stlar, mayli. Naq qila olmayman. Ideya bor. Men ikkalasini olib yuraman. Mana. To'xtanglar. Bundoq olamiz. Oy. Tak. Bu krisalikni deyman. Tepaga chiqib olmaganmi?
Voy boru. Anoqatiga ketdi. Voy, botga qo'ymaganmidi? Do'stlar, men o'ylaman bu anaqa. Mana shu yoqqa qo'ygan. Endi yaxshi do'stlar, mayli. Bu albatta fora. Menga hozir ko'rsatamizmi? Mana shu raunddan boshlab ketsammikan? Kat. Menimcha. Ay ketganmi? Ko'rdim. Nice. Hayır, nasıl bir şey? Yani. Boru. Do'stlar, u faqatgina krisaga o'xshab o'tiryapti. Lekin men buni yaxshi bilaman. Menda qocha olmaydi. Aytdim-ku, bu просто fora edi. Tamam. Nice. Do'stlar, haye uni ko'p jonli yeganiga 100% ishonaman. Yetdi уже. To'g'ri 3. Nuda, sizlar o'ylayapsizlar u yaxshi o'ynaydi. No. Ba'zilar yozadi botchi o'ynaydi, g'alati o'ynaydi. No, mani uchun ham yomon o'ynaydi. No, просто men unga anaqa ozgina fora berdim. Tak, deviz olganim yaxshiroq deb o'ylayman. Men u bilan kelishganman. Agar men bo'lsa, faqat Bga boraman. Nice. Tak. Mayli do'stlar. No, ba'zida men u bilan o'ynaganimda ba'zida ko'p o'ldiradi. Boya o'ynaganimizda lekin qo'rqdimi? Nice. 3-6 do'stlar, comeback. No, men o'ylashimcha u 100% yutqizadi. 2 ta shot qoldi o'zi. Nice. Buni 100% anaqa Deagle bilan tugatib qo'yganim yaxshi deb o'yladim. O'shaning uchun Deagle bilan tugatdim. Lekin avvalgi pulim yetmayapti. Ozgina qolibdi. Mayli, oxirgi raundda. O'shaning uchun M40 tugatib qo'yishimiz kerak.
do'stlar. Shunday ozgina tegolmadiki, oxirida otib qo'ydi. Oy. Avik. Bu bilan tugatmasam erkak emasman do'stlar. Hozir mana shu paytda o'ldirmasam erkak emasman. Javob. Aytdimmi do'stlar? Buni tugatish osonda. Prosta qo'limga avik tushish kerak edi. Mana ko'rganinglardek yana o'sha karkarni og'zini bitib qo'ydim. Hammalarga xayr.